Sherxon aka, biz o'zimizni yirtqichmiz, o'rmon qirolimiz deb yuribmiz. Kecha o'zbeklarning choyxonasini ko'rib, depressiyaga tushib qoldim. Nima bo'ldi? Nimani ko'rding? Qarang, biz antilopani tutish uchun soatlab yuguramiz, terlaymiz. O'zbeklar esa shunchaki telefon qiladi. Alyo, Qodir aka 5 kilo jiz bo'lsin. Tamam, go'sht o'zi pishib turgan bo'ladi. Men ham ko'rganman, 4 kishi o'tirib butun boshli qo'yni yeb qo'yishdi. Men o'rmonda bunaqa ishtahani ko'rmaganman. Bizdan ko'ra xavfliroq bular. Eng yomon nima bilasizmi? Ular yeb bo'lib, ozishim kerak deb yana bitta somsa yeyishdi. Bu qanaqa strategiya? Bu oshqozon diplomatiyasi deyiladi, ukam. Agar ovqat shirin bo'lsa, uni zarari ikkinchi darajaga o'tib qoladi avtomatik. Xullas, odamlarni tushunish qiyin. Ular 3 mahal to'yib ovqatlanadi, lekin bizni yirtqich deyishadi. Sen hali to'ylarga bormagansan-da, ukam. U yerda butun podani yeb yorishadi. Vaqti yeb to'ymaslar o'sha yerda.